hurmatli obunachilar va bemorlarimiz. Mana bugungi mavzuyimiz Parkinson kasallik to'g'risida to'xtalib o'tmoqchiman. Shu kunlarda emas, shu oxirgi yillarda Parkinson kasalligi ko'payib ketdi. Parkinson kasalligi bu miyani degenerativ kasallik deydi. Ya'ni asta-sekin kuchayib boruvchi, miya faoliyatini tormozlashtirib, asta-sekin kuchayib boruvchi, bemorni harakatlarini sekinlashtiruvchi, qo'llari qaltiruvchi, yurishlari asta-sekinlik bilan bo'lib, mana shu mushaklari qotib qolib, yurishlari sekinlashib qoladi kasallik. Ya'ni bu klinikasiga aytayotganman. Miyada mana shu qora tana bor, cho'rna substansiya deydi. Shu qora tanada hujayralar bor, nerv hujayralari bor. Shu hujayralar dopamin moddasini ishlab chiqaradi. Nimadir bo'ladiki, shu qora tanachani hujayralari nobud bo'lishni boshlaydi. Sababini shu paytgacha butun dunyoda aniqlanmagan. Nimadan bo'lishini hech kim bilmaydi. Shuning uchun bu kasalni davolash qiyin. Oldingi paytga e'tibor bersak, bundan bir 20 yil, 25 yil oldin mani oldimga bunaqa kasal bilan 2 oyda, 3 oyda, 6 oyda bir dona kasal kelardi. Hozir shunaqa payt bo'lib qoldiki, shunaqa paytda mana kecha masalan Parkinson kasali bilan 5 ta kasal ko'rdim. Bir kunda 5 ta bemor murojaat qildi. Bu kasallik nimagadir shu hozir zamonimizda ko'payib ketyapti. Juda ko'payib ketyapti. Bir oyda bir yo'q deganda kamida 50 ta, 60 ta, 70 tagacha odam kelyapti. Parkinson bilan murojaat qilishyapti. Bu kasallikni davolash juda qiyin o'rtoqlar. Juda qiyin. Keyin ko'p nevropatologlar nimagadir shu kasallikni noto'g'ri davolab qo'yishyapti. Noto'g'ri xatoliklar davolashda xatoliklarga yo'l qo'yishyapti. Birinchisi, masalan, Parkinson diagnozini qo'yish qiyin emas. Doktorga, nevropatologga bemor kelganda qo'li qaltirab, sekin yurishlari, mayda qadamlar bilan yurib kelganda, keyin yuzida gipomimiya deydi. Yuzi hali emotsiyani bildirmaydi. Shu gipomimiya deydi bizda doktor tilida. Emotsiyalar yo'q yuz bo'lib qoladi. Ular ko'p kula olmaydi. Bir xil nuqtaga qarab gapirib, monoton, sekin gapirib, ovozi ham past chiqadigan bo'lib qoladi. Diagnoz qo'yish oson o'rtoqlar. Shuni diagnozni qo'yib olish mumkin, Parkinson diagnozini. Lekin davolash kelganda nimagadir bizning ko'p doktorlarimiz birinchi navbatda levodopa preparatini berishadi. Shu birinchi yaxshi bo'ladi deb. Haqiqatan levodopa dorilar ko'p, masalan, Confundus, Tidamet Forte, Nacom, Levacom degan dori vositalar bor. Shu dorilarni yengil kelgan kasalga, endi Parkinsonizmi boshlangan bir 5-6 oylik, 2 oylik, 1 yillik kasallikka shu dori vositasini berishadi. Ular tez yaxshi qilib qo'ymoqchi bo'lishadi. Haqiqatan shu dorini ichgandan keyin bemor tez yaxshi bo'ladi. Voy doktor, rahmat, yaxshi bo'lib qoldim deydi. Lekin bitta narsani hisobga olishmaydi. Bu levodopa preparatlari tez ta'sir ko'rsatgani bilan ular qancha vaqtli berilsa, u doridan keyin boshqa hech qaysi dori ta'sir qilmaydi. Sababi levodopa bu tayyor dopamin. Sababi bu dori vositasi, levodopa dori vositasi bu iskusli dopamin. Bu dopamin dori berilgandan keyin miya o'zi dopamin ishlab chiqarishni to'xtatib qo'yadi. O'zi ishlab chiqarmagandan keyin tashqariga o'rganib qoladi. Tashqaridan berilgan dori vositasi, iskusli dori vositasi, iskuslini o'zbekchasiga kimyoviy yo'l bilan ishlab chiqilgan dori vositasi. Bu dori vositasi asta-sekinlik bilan o'zi ta'sir qilib turib, bir necha yildan keyin u ham ta'sir qilmay qo'yadi. Unga bemor ko'nikadida, keyin ta'sir qilmay qo'yadi. Chunki dori ta'sir qilmay qo'ygandan keyin boshqa hech qaysi dori bilan bemor davolab bo'lmaydi. Bu bemorlar hammasi yotoq bo'lib qoladi yoki aravachaga mixlanib qoladi. Bular hammasi birinchi guruh nogironi bo'lib, o'zini eplolmaydi, juda qiynalishadi. Mushaklar qotib, titroqlar bo'lib, qimlatomay tanasini juda og'ir ahvolda. Bularni ko'rsangiz yig'laverasiz bu ahvolda ko'rsangiz. Bemorlarni juda achinarli hol bo'ladi. Shuning uchun bemorlarga biz boshqacha yo'l tutamiz. Bizning klinikada men o'zim davolagan bemorlarimda har doim levodopa dorisini tez bermaslikka harakat qilaman. Bu dori vositasini biz 70 yoshdan keyin beramiz. Ungacha bo'lgan kasallarga, 70 yoshgacha bo'lgan yosh kasallarga biz dopamin ishlab chiqarishni kuchaytiruvchi, ya'ni nobud bo'lgan hujayralarni o'rnini bosuvchi, u yondagi hujayralarni ishlab chiqarishni ko'paytirish uchun biz dopamin ishlab chiqarish dori vositalar bor. Shunaqa dori vositalar ko'p. Ularni beramiz, uzoq vaqt beramiz.
shu dori vositalar dopamin ishlab chiqarib, o'zini dopamin ishlab chiqarib, bemorni yurish-turishini yaxshilab berib turadi. Ancha yillarga bemor o'zini yaxshi his qiladi. Birinchidan, ikkinchidan neyroprotektorlar beramiz. Shunaqa neyroprotektorlar bor. Shu bemorlarni hujayralarni, mana shu qora tana cho'nt substansiyadagi nerv hujayralarni nobud bo'lishini oldini oladigan, shu hujayra ta'sirini kuchaytirib beradigan dori vositalar bor, neyroprotektorlar. Shu dori vositalarini foydalanamiz. Keyin yana kasallarga agar shu dorilar ham ta'sir qilmasa, bizga yana ko'p kasallar kelyapti. Operatsiya qildirgan. Operatsiya bu glubokaya stimulyatsiya mozga deydi. O'zbekistonda bu operativ davo yo'q. Bu operativ Hindistonda, Rossiyada, Turkiyada qilishadi. $30,000 turadi operatsiya muolajasi. Lekin shu operatsiya bo'lgan kasallar ham murojaat qilyapti bizga. 3-4 yildan keyin bu kasallar yana ahvoli og'irlashib, yana yurolmay qolishyapti. Keyin bizga kelishadi, murojaat qilib, operatsiya ham oxiriga anaqa emas ekan, davo muolajasi emas ekan. Ko'pchilik mana boshqa meditsina turlarida operatsiyadan keyin bemorni zo'r tuzalib ketadi, yaxshi bo'lib yuradi. Lekin Parkinsonizmda emas. Parkinsonizm operatsiyasi faqat 3-4 yil, 5 yilga maksimum yetadi kuchi, keyin yana kasal og'irlashib qolar ekan. Shuning uchun bizning klinikaga kelgan bemorlar biz sal boshqacha metodda qo'llaymiz. Ayniqsa bizda bitta yo'l metod ishlab chiqqanmiz. Shu bir dori vositasi bor, yaxshi dori vositasi. Shu dori vositasini uzoq muddatga, 4 oy, 4,5 oyga beramiz, katta dozada. Shu dori vositasi juda ko'p bemorlarni yaxshi qilib davolayapti. Bemorlar ancha yilgacha o'zini ish qobiliyatini yo'qotmay yaxshi yurishibdi. Bizga rahmat deb yaxshi yurishibdi. O'shanga men sizlarga murojaat qilib, bemorlarimizga shu Parkinsonizm kasalidan aziyat chekayotganda bo'lsa, qiynalayotganda bo'lsa, shu yoki shu kasallik alomatlari kimda boshlangan bo'lsa, qo'l qaltiroq boshlansa yoki sal yurishlari sekinlashib qolsa, zudlik bilan bizning klinikaga murojaat qilishsa, pastda raqamlar bor, telefon qilib navbatga yozilishsa, bizga kelsa, biz qo'limizdan kelgan yordamimizni ayamay, shu o'zimizni ishlatayotgan qo'llarimizdan ishlatayotgan metodlarimizni qilib, biz yordam beramiz.